Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uğur Qurultayı 20 may şənbə günü tor yığını çağırıb Qurultayının Münxen şəhərində məxsus işxana üyəsitiliş çağırğıға avaz qoşqan təşkilat və şəxslərimizə minnətdarlıq bildirdi. Qurultay rəisi Dolqun İsa əpəndiminin bevasitə riyasətçilikdə ötküzülgən yığınğa Qurultayının işxana üyəsitiliş üçün maddi yardımda bolğan 15-dən artıq dövlətlik Uyğur təşkilatlarının məsulları, Qurultay rəhbərləri və səxavətçilərimizdən olub köp sanda kişi qatnaşdı. Dünya Uğur Qurultayı bu yıl 12 mart günü Germaniyanın Münxen şəhərində yaşayotqan bir qism Şərq Türkistanlıq qarindaşlarımızın ətdigənlik naç söhbətiga təklif qılıb, Dünya Uğur Qurultayı qurulğanlığının 20 yıllığı soğu sübtida Dünya Uğur Qurultayı mərkəzi orqanı üçün Münxen şəhərində məxsus işxana üyəsitiliş haqqında iyan toplaş səfərbərliyi başlagan. Və 13 mart günü Dolqun İsa əpəndim bu vaxt muhaciratdagi qarindaşlarımızga xitoban videolıq müracaatnoma e'lon qilib, chet ellardagi qarindaşlarimizni Şərq Türkistan xalqining xalqaradagi vakillik orqani hisoblangan Dünya Uğur Qurultayı üçün Münxen şəhərində işxana üyəsitiliş qurilishiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. İstiqlal marşı bilan başlanğan bu qitimki yığında aldı bilan Qurultay fondining raisi Abdujilla Ahmad əpəndim məzkur hərəkət başlagan 2 aydan buyan toplanğan umumi iqtisod haqqında təfsili hesab berdi və hazırgacha yordam bergan təşkilat və şəxslərimizning nomini və yordam miqdarini bir-birlab e'lon qildi. Abdujilla Ahmad əpəndimning bergan doklatidan ma'lum bo'lishicha, mazkur hərəkət başlagan 2 aydan buyan jami 500 ming Amerika dollari to'plangan. Dolqun İsa əpəndim yığında qilgan sözüdə Qurultayning mazkur chaqirqining chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avam xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishganligini, buning faqatla odatdagi bir iqtisod to'plash harakati emas, balki Qurultayning xalqimiz ichidagi chaqiriq kuchini, vakillik o'rnini va xalqimizning Qurultayga bo'lgan sevgi va qo'llashni o'lchaydigan bir sinoq ekanligini, shikoyat etmagan vaqt ichida chet ellardagi qarindoshlarimizning mazkur chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib, 1,5 million Amerika dollari iqtisodiy yordamni bo'lganligining Qurultay rahbarlarini yanada jasoratlantirib, ularning milliy mustaqillik harakatimizga bo'lgan ishonchini va fidokorlik ro'yini yanada oshirganligini, Qurultay uchun setiladigan ishxona uyining faqatli Qurultayning mulki emas, balki xalqimizning o'rtaq mulki ekanligini ifoda qilish bilan birga, Qurultayning mazkur chaqiriqqa ovoz qo'shgan butun tashkilotlarimizga va xalqimizga Qurultay nomidan alohida minnatdorlik bildirganligini eskartib o'tdi. Bu munosabat bilan Dolqun İsa əpəndim 21 may günü yeni istansiyamiz orqali videolıq təşəkkür nutqi e'lon qilib, Qurultayning Münxen şəhərində məxsus işxana üyəsitiliş chaqiriqi o'tirib qo'yilgandan buyan har qaysi ellərdən toplanğan iqtisod haqida təfsili hesab berish bilan birga, Qurultay nomidan mazkur chaqiriqqa ovoz qo'shgan butun qarindoshlarimizga bo'lgan hurmat va minnatdorligini ifoda qildi. Mana bu qo'llash, mana bu yordam. Mana bu yordam. Endi men bu yerdan bunun yardım qilgan $1 berganlarning bunun da haqqı var bu ishxonada. 50 ming dollar berganlarning yardım. Bunun da en tövünü $50'dan, 50 eurodan en yukarı 50 ming eurogacha yardım qilgan qarindoshlarimiz var. Biz uchun yordamning miqdori muhim. Muhimi mushundaq bir vaqtda bizning chaqirimiz ovoz qo'shib, biz bilan bir sapda bo'lganligini ifodalash biz uchun bu moddiy yordamdan texnik muhim. Biz buning uchun bu yordamni qilgan bütün yurtdoshlarımızga yana bir qatim rahmat aytamiz. Bunu biz bir qo'llash deb bilamiz. Bu yordam bilan biz texnik mas'uliyatimizning eg'irligini, xalqimizga, millatimizga bo'lgan bizning qilish tegishli vazifalarimizning texnik eg'irligini yana bir qatim his qildik. Chunki millat bizga ishonib turib bu yordamni qildi. Agar ishonmagan bo'lsa, bu yordam kelmagan bo'lardi. Endi bizning almoqchi bo'lgan ishxonamiz 640 ming euroluk, takriban 700 ming dollarlik bir yer edi. Demak, buning takriban 500 mingi o'rinlangan bo'ldi. Yana bir 140 ming, 150 ming euro yoki dollarlar euroning farqi yo'q hozir. Atrofda bir iqtisodiy yordamga ehtiyojimiz bor. Shuningga bu videomizni ko'rib, hozirgacha har xil sabablar bilan bu pul yig'ilami yig'ilmasmi, bu chaqiriq ovoz qo'shilammi qo'shilmasmi deb arsaldı bo'lgan qarindoshlarımizga mana biz bütün Pokistonlik ma'lumotlardan o'tirib qo'ydik. Bular bu ishni tashlab yordam qilishinglarni, xabarsiz qilib qolgan yurtdoshlarımizning bu videoni tartib qo'yish orqali bizga oldimiz kunlarda mush qilib qolgan bir sonni to'liqlab, mush ishxonamizning vaqti elishimiz yordam qilishinglarni orzu qilamiz. Bu ishxonni biz olamiz. Bu yordamni cho'qim keldi bizga. Bizga bu yordam qilganlar qandaqdir millionerlar, nayt cho'ng ish odamlari, zavod, fabrik sahibleri la bo'lmadi. Ular uchun hech qanchalik bir pul emas. Bizga bu yordam qilayotganlar vatanparvar
Gerçi nayt iqtisadi imkoniyati bo'lmasa-mu, ammo vatanparvar bo'lgan insonlar bo'ldi. Hatto ba'zi xonimlarimiz o'zining hassini qo'yish uchun oltin bileziklerini, oltin halqalarını setish orqali bizga bu pulni avatganlar bo'ldi. Biz buningdan ta'sirlandik. Buningdan majburiyatimizning, vazifalarimizning ne kadar og'irligini his qildik. Biz sizlarning yordaminglarning har bir xurujini biz xizmatlarimiz bilan, faaliyetlerimiz bilan, xalqimizga bo'lgan majburiyatlarimizni ado qilish bilan to'laymiz. Shuningga bu so'zimizni taqdi qo'yishinglarni, hozirgi sukut tutgan ish adamlarimiz, tijoratchilarimiz, boyvachchilarimizning biraz bu ishda his qo'yishini arzu qilamiz. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Qurultay raisi Dolqin Isa efendimning 12 minutlik video nutqining to'liq bölümünü stansimizning YouTube kanalidan bevosita ko'ra olasiz. Bütün dünyanın diqqət etibarı 19 maydan 21 maygacha Yaponiyaning Hiroshima shahrida ichildigan va qisqartirilgan nomi G7 deb atalgan sanoatlashgan 7 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga markazlashgan bir paytda Yaponiya Uyg'ur jamiyatining fidokor a'zolari Hiroshima shahrida G7 davlatlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi jiddiy harakatga o'tish kerak degan shior ostida bir yurish faoliyatlarini elib berib, Yaponiya va g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, İtaliya, Yaponiya qatarlıq sanoatlashgan 7 davlat guruhi rahbarlari yig'inining 20 may kuni e'lon qilingan o'rtaq axborotida Uyg'urlar masalasining tilga ilinishi chet ellardagi, jumladan Yaponiyadagi Uyg'urlarni alohida mamnun qildi. G7 yig'inining o'rtaq axborotida biz Xinjiang, Tibet qatarlıq rayonlarda yuz berayotgan inson haqlari tajovuzchilik qilmishlaridan andish tuyayotganligimizni ifoda qilamiz deb ko'rsatilgan edi. Shu kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, G7 davlatlarini Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashdi. Biz G7 davlatlarining kishilik huquqini bahona qilib, Xinjiang, Shizang va Tayvan masalasiga qo'l uzatishga qat'iy qarshi turamiz deb aybladi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa efendim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida G7 davlatlari yig'inining o'rtaq axborotida Uyg'urlar masalasining tilga ilinganligini qizg'in qarshi olganligini, ammo buning yetarlik emasligini, Sharq Turkistonda yuz berayotgan vahshiyliklarning faqatla odatdagi bir kishilik huquq tajovuzchilik qilmishi emas, balki rasmiy bir irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligini, G7 davlatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy qadamlarni besishini umid qilganligini ifoda qildi. Va butun G7 yig'ini bo'yicha Hiroshimada chedir qurib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qarshi unumli faoliyatlarni elib borgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining fidokor rahbarlari va a'zolariga alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. G7 yig'ini boshlanishidan bir kun burun, ya'ni 18 may kuni Hiroshima shahriga yetib kelgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Dr. Abdukerim Abdurahmon, muavin raisi Ahmad Litib, Yaponiya Uyg'ur jamiyatining program yetakchisi Saud Mehmet qatorliqlardan tarkib topgan Uyg'ur hay'ati G7 yig'ini uchun maxsus ta'sis qilingan axborot markazida va Hiroshima yoshlar markazida 4 kun bo'yicha axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazish, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik tasvirlangan rasm ko'rgazmasi uyushtirish, film ko'rsatish yig'ini o'tkazish, namoyish qilish qatorliq ko'p xil shakllardan foydalanib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyat qarshi jinoyatlarini fosh qilish bilan birga G7 davlatlarning Xitoyning vahshiyligini va irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. 18 may kuni Hiroshima axborot markazidan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining program yetakchisi va Dunyo Uyg'ur qurultayining Yaponiya vakili Saud Mehmet efendim bu qatim G7 boshliqlari yig'ini jarayonida ilib berilgan faoliyatlar haqida tövendeki ma'lumotlarni bergan edi. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Yaponiya Uyg'ur jamiyatining doimiy hay'at a'zosi Saud Muhammadulman. Hozir Hiroshima shahrining xalqaro matbuotlar markazi deydigan yerda sizlarga so'zlayapman. Hammanglar bilgandek 5-oyning 19-kunidan boshlab 21-kunigacha 3 kun shu Hiroshima shahrida G7'de yana sanoatlashgan 7 davlat yig'ini mishada ichildi. Biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati 2-3 oydan burun shu yig'in jarayonida Uyg'ur masalasi, Uyg'ur milliy qirg'inchilikni mishada keng doirada anglatish uchun tayyorlik qilib kelgan to'p. Bugun rasmiy shu bir yurish faoliyatlarimizni boshladik. Bunda biz Yaponiya Uyg'ur jamiyati tayyorlagan faoliyatlar bo'lsa, Uyg'ur milliy qirg'inchilikni to'xtatish uchun G7 davlatda jiddiy harakatga o'tish kerak degan bir yurish faoliyatlarni boshladik. Bu faoliyatning ichida
guvohlik berish yig'ini o'rinlashtirdik. Bundan sirt matbuot muxbirlarni kutib olish yig'ini o'rinlashtirdik va Uyg'urga munosabatlik qisqa kino qo'yishni o'rinlashtirdik va rasm ko'rgazmasi bor. Bundan sirt yana dala faoliyatlari bor. Muşa degandek bir yurish faoliyatlarini o'rinlashtirdik. Undan sirt bu yerga biz ham Uyg'urlarga oidlik nurg'un materiallarni ko'tarib keldik. Bu materiallarda Sharq Turkiston va milliy irqiy qirg'inchilik degan so'zlar aniq yozilib, Xudoyim buyursa, shu oldimizdagi 3 kunda bu yer faoliyatlarimizni davomlashtirib, Uyg'ur masalasini keng doirada anglitishga tirishamiz. Rahmat. Cihiyet yığınının ahırıq günü bolğan 21 may günü Yaponiya Uyghur Cemiyetining raisi Dr. Abdukerim Abdurahman başçılığındaki cemiyet a'zolari Hiroshimada namoyish o'tkazib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga la'nat o'qish bilan birga cihiyet davlatlarini, shundaqli xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakat etishga chaqirdi. Yaponiya Uyghur Cemiyeti va Yaponiyadagi Tibet, Janubiy Mongoliya, Hong Kong tashkilotlari tarafidan 20 may kuni Hiroshima yoshlar markazida birlikda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Dr. Abdukerim Abdurahman Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumlarining hozirmi ham shiddat bilan davom qilayotganligini, bir qism davlatlarning Xitoydan oldigan iqtisodiy manfaatlarini ko'z tutib, Xitoyning bu xil vahshiyligiga sukut qilib kelganligini, bu xil passiv vaziyatning Xitoyni yanam jasoratlantirganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, dunyodagi eng demokratik davlatlardan tashkil topgan G7 davlatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish harakatiga boshlamchilik qilishining to'liq zarur ekanligini ifoda qildi va muxbirlarning Uyg'ur masalasi haqidagi turli savollarga javob berdi. Onundan başqa yana 20 may kuni Yaponiya Uyg'ur Cemiyeti tarafidan Hiroshimada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning chegara halqan bostirish siyosati haqida guvohlik berish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda guvohlik bergan Yaponiya Uyg'ur Cemiyetining muavin raisi Ahmad Letip apandim o'zining Uyg'ur xalqining erkinligi va hurlik uchun Xitoy qarshi faoliyatlar bilan shug'ullangani uchun vatanlik urug' tuqqanlarning Xitoy tarafidan go'rga ilinganligini, ularning bir qismining turma va jazo lagerlariga qamalganligini, o'zining ko'p qitim Xitoy bexatarlik organlarining bevosita tahdidlashiga uchraganligini amaliy misollar bilan bayon qilib o'tdi. Va so'zining oxirida G7 davlatlarini, shundaqli xalqaro jamoatchilikni Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqan ziyonkashligiga qarshi qonun tadbirlarini yo'l qo'yishga chaqirdi. Chet ellarda eng aktiv faoliyat ilib berayotgan tashkilotlarimizning biri hisoblangan Yaponiya Uyg'ur Jamiyatining navbatdagi rahbarlik hay'ati asosiyatdan yuqori darajalik akademisyenlardan tarkib topgan bo'lib, mazkur jamiyat Yaponiya parlamentida Uyg'urlar haqida qaror qabul qilinishida, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qaytadan qurib chiqilishida va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Yaponiyaning har qaysi sohalarga anglitishda turtkilik muhim rol o'ynab kelmoqda. Qozog'iston davlat ziyorati uchun kelgan Amerika davlatlik diniy erkinlik komitetining raisi, elga to'nilgan advokat Nuriy Turkal apandim 21 may yakshanba kuni Olmaotada Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi Qahramon G'ojanberdi, qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmatov va qurultayning bir qism vakillarining hamrohligida Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatining vakillari bilan keng doirada uchrashish ilib berib, ular bilan Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vaziyati, shundaqli Qozog'iston Uyg'urlarining diniy va milliy alaydiliklarning qo'g'dilish ahvoli haqida tafsiliy suhbat ilib bordi. Nuriy Turkal apandimning bu qatimki Qozog'iston ziyorati Qozog'istonlik Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. 21 may kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istonlik vakillari, Qozog'iston Jumhuriyatlik madaniyat markazi va Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligi birlikda Olmaota shahrida Nuriy Turkal apandimning sharafiga maxsus suhbat yig'ini uyushtirdi. Yig'inga Qozog'istondagi to'nilgan jamoat arboblari, oqsoqollar va har qaysi Uyg'ur rayonlarining yigit boshlaridan bo'lib ko'p sonli kishi ishtirok qildi. Yig'inda Nuriy Turkal apandimning hozir qadar Uyg'ur davosi uchun ko'rsatib kelgan zo'r fidokorligi va tirishchanlik uchun Qozog'iston Uyg'urlari nomidan to'n kiydirildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi, milliy ustozimiz Qahramon G'ojanberdi, shundaqli Qozog'iston Jumhuriyatlik madaniyat markazi va Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligining mas'ullari suhbat yig'inida qilgan so'zlarida Dunyo Uyg'ur qurultayining asosli qurg'uvchi a'zolarining biri bo'lgan va uzun yil qurultayning qonun maslahatchisi bo'lib vazifa o'tagan Nuriy Turkal apandimning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini dunyoga fosh qilish,
Amerikadagi Uyg'ur davosining ta'sirini yanama oshirish, Uyg'ur milliy harakatining to'g'ri strategiyalik yuzlanishini belgilash jihati ko'rsatgan to'hfalarga yuqori baho berish bilan birga, bir Uyg'urning Amerika davlatlik diniy erkinlik komitetining raisi bo'lib vazifa o'tayotganligidan cheksiz g'urur va iftixorlanish tuyg'anliklarini ifoda qilishdi. Nuri Turkal apandim suhbat qilgan so'zida chet ellardagi Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi yashayotgan va Sharq Turkistonga qo'shni bo'lgan Qozog'istonning strategiyalik ahamiyatining intayin muhimligini va Qozog'iston Uyg'urlarining Uyg'ur milliy harakatiga ko'rsatadigan kelgusi ta'sirining va o'ynaydigan rolining to'liq zo'r bo'lganligini ta'kidlash bilan birga, Amerika davlatlik diniy erkinlik komitetining tashkiliy qurilmasi va maqsadi, Uyg'ur davosining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishi, Amerikaning davlat qurilmasi va apparatlari qatorliq mazmunlarda ma'lumot berish bilan birga, o'zining Qozog'iston Uyg'urlariga bo'lgan tavsiyalarini o'ttirib qo'yib, mundaq dedi. Meni bu xizmatga Amerika hukumatining tayinlagan shu vajdan bir yangiliklarni ma'lum darajada egallashlarni oldiga chiqarish mumkinligi bo'ldi, lekin vatandagi xalqimizning azob uqubati taqdimkini yo'q. Endi mening oxirgi tavsiyalarim farzandlarimni ko'proq shu yashayotgan davlatning siyosiy hayotiga ta'sir ko'rsatadigan, tuhfa qo'shadigan bir hayot yo'lini ish berishini tavsiya qilamiz, chunki yashayotgan davlatimizda ovozimizning kuchli bo'lishi, siyosatlarga ta'sir ko'rsatishimiz uchun o'rnimiz bo'lishi kerak. Bunday bo'lganda ta'sir ko'rsatishimizga mumkinlik yaratilgan bo'ldi. Shu men sizlarga tekrar rahmat aytaman. Sahibxonliginglar uchun, jasoratinglar uchun, ko'rsatgan qarindoshlik, mehribonliginglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Alloh sizlarga salomatlik, baxtiyor turmush bersin. Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi munosabatlar direktori Luisa Gerin, Amerikadagi Uyg'ur jurnalist va shoira Madinay Bawdon va Uyg'ur agentligining qurg'uvchisi va raisi Tayrimin Uyg'uryanlardan tarkib topgan hay'at 20 may kuni Amerikada ta'siri intayin kuchli bo'lgan Washington atrofidagi Ohio Shalom milliy sinagogani ziyorat qilib, sinagogning asosliq jamoati bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi haqida suhbat ilib bordi. Suhbatda Amerika davlatlik demokratiya va kishilik huquqni ilgari surish fondi, ya'ni NIDning sobiq raisi, Uyg'ur xalqining uzun yillik samimiy do'sti Karl Gershman apandim Ömer Qanat boshchiligidagi hay'at kamera bo'lib suhbat yig'iniga birga qatnashdi. Ömer Qanat apandim suhbat qilgan so'zida oldi bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistondagi jazo lagerlari dunyoga oshkorlangan 2017-yildan buyon Uyg'urlarga hisoslashlik qilib, ularni yaqindan qo'llab kelgan, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qarshi turli shakldagi norozilik harakatlarini uyushtirish orqali xalqaro jamoatchilikni Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan vahshiyliklarni to'sib qilishga undab kelgan dunyoning har qaysi joylaridagi, bo'libmi Amerikadagi Yahudi jamoatiga Uyg'ur xalqi nomidan cheksiz minnatdorligini bildirish bilan birga, xalqaroning shuncha kuchli qarshiligiga qaramasdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hozirmi ham shiddat bilan davom qilayotganligini, Xitoyning Uyg'urlarga qaratib kelgan jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumida hech bir o'zgarish bo'lmaganligini amaliy misollar bilan anglatib o'tdi. İkinci Dünya Urushida Yahudi xalqining beshiga kelgan kulfatlarning oradan 70 yil o'tib, bugungi kunda Uyg'urlarning beshiga kelganligini, Ikkinchi Dünya Urushidan keyin endi aslo takrorlanmaydi deyilgan irqiy qirg'inchilikning bugun Sharq Turkistonda davom qilayotganligini va buning xalqaro jamoatchilik uchun zo'r bir ayb ekanligini ta'kidlab o'tgan Ömer Qanat apandim, Amerikadagi Yahudi jamoatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Amerika hukumatiga yana kuchli besim ishlatishga, Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlarga munosabatli qonun loyihalarining tezroq ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanish uchun Amerika Avom va Kengash palatasiga haydakchilik qilishga chaqirdi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.